Donni silosini yuklab olib ketishyapti. Narxlari ham eng qulay narxda. Mirzayev ukamizda 18 ming deyishyapti, lekin narxini tushiramiz hozir. 400 tonna, 500 tonna bor ekan. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi kelishgan holda yetkazib beriladi. Silos vaqti dahshat ekan lekin. Xolasangiz katta Isuzu'da, xolasangiz mana texnikalarda yetkazib beriladi. Vodiy bo'ylab va vohaga ham bor, dastavka faqat kelishamiz. Assalomu alaykum hurmatli bozor olam kanali muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Bugun haftaning yakshanba kuni 4-yanvar 2025-yil biz Farg'ona viloyati Yazavon tumanidamiz. Aniqroq manzil aytadigan bo'lsak, hozir mana quyosh chiqayotgan tarafimiz Yazavon, bu taraf Qo'qonga ketish, Toshkent, Qo'qonga ketish. Mana shu joydan to'g'ri yo'l kelgan, katta Ipak yo'lidan 1-2 kilometrdan keyin Qurut bozor, Qurut bozordan keyin Yazavonning Kurugiga keladi. Kurugdan kelganingizda, Qurut bozordan o'tganingizda 2 kilometrdan keyin o'ngga yo'l keladi. Mana shu joyda lakasa tashlab berishadi xullas. Xullas Yazavon o'sha Qurut bozor hududida Mirzayev ukamiz yangi bir yana yama ochibdi. Silos vaqti zo'r ekan, shu narxini yoritib beramiz. Like bosib turasizlar, zakaz beraverasiz, sraz yetkazib beriladi. Dastavkalar kelishgan holda akalar. Qancha qopi soni ko'p bo'lsa, shuncha Toshkent, masalan, Samarqanddan ko'pchilik zakaz berishyapti. Qop soni ko'p bo'lgan sari tan narxi tushib, yo'l kira arzonlashaveradi. Xolasa texnikangiz bo'lsa, chetdan yuklab berishadi, sizga juda ham arzonga tushadi. Hozir Mirzayev to'liq narxlarini, ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa laykni mixlab qo'yasizlar akalar, boshladik. Syomkamizni boshladik bo'lmasa, birodarlar. Mirzayevni taniganlar bor, ha. Assalomu alaykum. Birinchilardan bo'lib mana shu ukamni chiqgan. Ham kombaynchi, ham o'zimizning mahsulot. Sizlarning mahsuloti. Ha, o'zimizning mahsulot. Yaxshimi aka? Rahmat. 1 yil bo'pti, ko'rishmagan. Ha, 1 yil bo'ldi. Yaxshimi, charchamasdan. Ha, sekin boshlayapti. Ham bormidi? Ha, batdagini tugatdik. Tugadi. Batdagini ham o'sha yarmiga yetib kelib qoldik. Xudo xolasa, o'zingiz o'rgansiz. Ha, o'zimiz o'rganmiz, o'zimiz yetishtirganmiz. O'zi nima deydi, dehqonchilik. Ana akalar, silosni qarang. Bu donli varianti bu. Donli varianti, chiroqliq. Donli varianti akalar, siloslarimiz mayn Jaguarda urilgan. O'zlarini kombaynlari bor akalar. O'zi kombaynda shu nima deydi? Silos o'rib, o'zi bosadi ham, nima deydi? Dehqonlarga ham hojatini chiqaradi. Xullas, yangi yamamiz ochilgan. Narxlarni qulay qilib berasizlar, Zahir. Eski netlarga endi xudo xolasa. Chiroqliq qilib yetkazib beriladi. Dastavkalari o'zimizda, hamma yo'q o'zimizda. Xudo xolasa chiroqliq qilib beramiz narxlarni. Dastavkalari kelishgan holda bo'lyapti, har doimgidek, ha? Ha, dastavkalari bir xilga odam hali yetib kelishini tushunadi, yetib kelishi emas. Joyida shu narx bo'ladi. Joyida, ha? Yo'l kirani kelishilgan holda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yuborlar faqat kelishgan holda, ha? Ha, O'zbekiston bo'ylab yuklab chiqarib yuboramiz. Mashina bo'lsa, mashina gaplashib beramiz, yo o'zimizda yetkazib beramiz. Naval ham sotaverasiz, naval. Naval ham sotamiz. Mana 20 kilogramdan qoplanyapti akalar. Ko'p joyda 17-18 kg ham qo'yib 20 ming sotishyapti. Bu 20 kilogramdan, ha? Ha, 20 kg. To'liq mana 20 kilogramdan oshiq ham tashlanadi akalar. 20 kilogram 100 gramdan qo'yilyapti. Do'konchilar nimalar so'raydi? Foydalanishga 18 kilolik so'raydi. Zakazga bo'lsa 18 kilolik qilib beramiz, lekin atak tayyori faqat 20 kilolik bo'ladi. Tayyor 20 kg. Zakaz qilishsa keyin 18 kilolik qilib beramiz. Ha, sizga hozir yemxonadagilar yemxonadagilar ko'proq so'raydi, 18 kilolik. O'shaning uchun ko'p joylarda. Ko'proq klientimiz 20 kiloligiga 20 kilolik qilib beramiz. Zakazga bo'lsa 18 kilolik qilib beramiz. Solish ham o'zi akalarimiz bitta solganda 20 kg solyapti-yu, ha, malades. Ha, 5 likda solinganini sanab solishadi-da, kilosi. Spesib qolishda gap yo'q, 100 gram, 200 gramga tashyapti xolos. Like bosib qo'yiladi. 5 likda har solayotganda sanab soladi. Shuna qo'yganda 100 gram, 200 gram farq qiladi xolos. Gap bo'lishi mumkin emas akalar. Tan berish kerak. Keyin qoplarimizga e'tibor bering-da. 20 kilogram to'la, yarim qop 20 kilogram bo'lib qolgan joylar ham bor. U nimaga yarim qop 20 kilogram degan savol tug'iladi. Namligi o'ta ko'p-da. Shuni hisobiga nam ko'p bo'lgandan keyin ozgina namlik ham 20 kiloga bo'lib qoladi. Qopan to'la. To'llar hamma yo'q joyida aka. Bo'lsa aka obunachilaringiz kelsa aka yengillatib beramiz aka. Yengillatib beriladi, ha? Hamma yo'q joyida aka. Mana qopni qarang, mana to'la. Joylariga qarab aka, dastavka qilib aka, kelishilgan holatda chiqarilaveradi. Yo'q. Qancha endi Mirzayev endi bugungi kunga qancha qilib berasiz endi yanvar boshiga endi? Bugungi kunga aka 18 ming so'mdan chiqarib beramiz aka, donli holatini. 18 ming so'mdan. Ha. Donsiz holati bor, u 16,5 ming so'mdan chiqarib beramiz. Donsiz ham bor sizda. Donsiz ham bor. Bu tugab qolmaydi, bora boshqacha bosgansiz-a.
Erta bahorga o'sha silo sezongacha yetadigan nima bormi? Silo sezonga yetadigan bor. Batdan tashqari yamalarimiz ko'p. Mana matga bosuvdik tugadi. Batda ham уже yarimladi. Boshqa joylarda ham bor. Xudo xolasa. Endi 18 masa yo'lda qilib siz u ancha yillik qadrdonsiz, obunachilar bilasiz. Siz boshqalardan jinni farq qilasiz. Yo'lida qilib chiroyli qilib. Sizga nimaga deganda o'zingiz dehqonchilik, o'zingiz bosgansiz, hech bo'lmasa 1-2 so'm bo'lsa ham farq qilish kerak-da. El ashna chiqaryapti. Hammasi mana YouTube'da nimada ko'ryapmiz. O'zingiz ham ko'ryapsiz. 18 ming chiqardi, 18 ming, hammasi 18 ming chiqaryapti. 17,5 ming qilib bering. Obunachilarga. 17,5 necha ozlik qilib qoladi. Orzu qilmaydi. Siz xo'p deng, barakasini bersin. O'zi rahmat uka deb ham bitta yurakdan rahmat degan ham barakasini beradi. Aka, mashiyami tugaguncha 17,5 ketdi aka. Gap yo'q. Mashiyami tugagandan keyin narx o'zgarishi mumkin. Balkim qo'shilar, balkim ayrilar. Ayrilar. Nariga ham hozir shu kundagi narxda 17 dan berasiz, ha? Shu kundagi narxda gap yo'q, sizni obunachilaringiz uchun beramiz. Gap yo'q. 17,500 so'mdan akalar. Navalga ham qanchadan berasiz? Naval oladigan fermasi bolalarga. 800 so'm yuklatib beramiz. O'zingiz yuklatib berasiz. 800 so'mdan. Ha, 800 so'mdan o'zimiz yuklatib beramiz. Gap yo'q. 800 katta tarozilarda tarozi qilib tortib oladi. Tortib olishadi. Dastavkasi akalar o'sha kelishilgan holda o'zlari texnika bor, shu atrofga Andijon, Namangan, Qo'qon bo'lsa yetkazib berilaveradi, faqat kelishasizlar. Qayerga ketyapti bu Muzayaxa? Bu Chimyonga. Chimyonga, ertalabda mana Chimyon. Nechta oldi endi mana shu hozir? 150 ta. 150 qop. 150 qop olishdi mana. Chimyonga ketyapti mana akalar. Zakaz bering, xudo xolasa kechgacha yuzda bo'ladi. Masalan, qancha ko'p furada, kattaroq nimada olsangiz, tan narxi tushib boraveradi akalar. Masalan, qo'ni qo'shnilarimni ikkita uchta olsa ham bo'ladi. 1000 qop, 2000 qop, 3000 qop tayyor alna qilib hali eski qoplangan bas mana. Yangi sveji qoplanadi. Sveji chiqarib yuboriladi. Unaqa haligi bir hafta turib qolib, 10 kun turib qolib, hali 1000 qop, 2000 qop qilib yubormaymiz. Sveji qoplanadi, sveji jo'natiladi. Qoplar akalar. Bu keyin yangi obunachilarimizga bu chirib ketmaydimi? Ochilsa chirib ketadi. Bu aka qo'lingiz bilan teshib qo'ymasangiz, mana shu holatda tursa akalar, qishki kunida 2 oy, 3 oy bemalol turadi. Yozgi kunda endi 1 oy turadi. 15 kun turadi, issiq bo'lsa, agar salqin joyda tursa turaveradi. Faqat teshilmasa, chichqon teshmasa akalar bemalol saqlasangiz bo'ladi. Bitta olasiz, molga yegizasiz, yana keyingi qopni ochaverasiz. Havosini chiqarishib zo'r qilib nima qilishadi. Qarang, namligi ham ortiqcha emas. Xudo xolasa 17,500 so'mdan dastavkasini kelishilgan holda O'zbekiston Liboy tochkasiga jo'natiladi. O'zbekiston 12 ta viloyatiga bu yerdan mashina qatnaydi-da. Siz zakat markazlarida mashinalar serob, o'shalardan mashina qilib, masalan, Vohaga bo'lsa, u yoqdan kelgan shofirlar bor, o'shalarni topib gaplashsak, sal arzonroq bo'ladi. Ya o'zini aka-ukalar, tanishlar kelgan bo'lsa ham arzon olib ketishadi-a? Tanishlari bo'lsa, kelsa kirgizsa yuklab beraveramiz. Ammo o'sha Vohadagi odamlar bo'lsa, kartamizga pul tashab beradi. Borgandan keyin beri, 3 kunda beri degan narsa yo'q. Ko'p aldanib qolyapmiz. Ha. Mashinaga yuklangandan kartadan pul tashab berishadi. Ha, yuklangandan keyin mashinani nomeri hamma yo'g'ini video qilib, nima qilib tashlaymiz. Shofir telefon qiladi, men yuk qabul qilib oldim deydi. Keyin kartaga pul tashab beradi. Biz ko'p aldanib qolyapmiz. Ha. Borgandan keyin beraydi va? Ha, ko'p aldanib qolyapmiz. Tushunarli. Mana kelar 20 kilogramm, 50, 20 kilogramm, 100 grammdan oshig'i bilan qilinyapti. 20 kilogramm 17,500. Ko'p joylarda 20 ming sotyapti qo'zimaylarni. Men o'zim masalan 20 ming olib yegizyapman. Realni 20 ming so'm olib yegizyapman. 18 kilo, 19 kilo shunaqa. Ha bu 20 kilosi 17,500 so'm. Zo'r narx akalar. Ekranga nomerlarni qoldirganmiz, aloqaga chiqing. Cheklanmagan miqdorda bo'ladi ukamizda. Nimaga deganda mahallamizda sotyapti-yu 18 ming so'mdan, mahallamizda 19 ming so'mdan sotyapti-yu deyshadi Qo'qon tomondagi nimalar. Ashini bir kilosiga e'tibor qilib so'rab qo'ysin, shu 18 kilolikda olib borib shunaqa sotishayotgandir balkim. O'sha hozir men aytdim o'shanga. Men o'zim olyapman-da o'sha 18 kilolikni. O'sha nimasini so'rashmaydi, kilosini so'rashmaydi, narxi shunaqa, bir qopi shunaqa bo'ladi deb. Bir qop akani deb nima qilishadi? Bir qop akanda deb nima qilishaveradi. O'shaning uchun biz faqat 20 kilo qilamiz, zakazga bo'lsa 18 kilo qilib beramiz. Zakazga bo'lsa 18 kilo. Shunisiga ham e'tibor bering. Ha, bir qop ko'ringandan keyin odam nima deydi, ko'zida aldanadi-da. Bir qop 18 ming arzon ekan yoki shunaqa ekan deyiladi. Uni kilosini so'ramaydi hech kim. Kilosini so'rasangiz, lekin o'sha akalar ham aytadi, yemxonada turgani, sotilayotgan akalar 18 kilolik deb. Ular ham endi yo'l kirasini o'ziga jinni foydasini qo'yib sotadi. Mana optim joydan oling akalar, arzon olasiz, xudo xolasa.
chiroyli qilib yuborishadi. Xohlasangiz donsizroq variantini desangiz, arzonroq ham bor ekan mana. Arzon varianti ham bor. Arzon varianti ham bor. Hammasi sifatiga qarab akalar. Arzon varianti ham bor. Uni doni yo'q umuman. Doni yo'q. Ekranga nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqing, bitta like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'ling, hamma ishlar yo'llar baraka bersin.